Qurilish firmasidan norozi bo'lgan mijozlarimiz yig'ilishgan ekan. Bizga holat bilan hozir tanishib chiqdi, o'rgandi, suhbatlashdi. Podkatlama narxida Novostroykaga pul to'lab, puliga kuyib qolganlar qancha? Siz pulingizga kuymasligingiz uchun juda ham zo'r yechim qilib qo'yishibdi. Men sizga buni tushuntirib beraman. Kelasiz, shu Novostroykadan o'zingizga yoqqan kvartirani tanlaysiz. Sizni qo'lingizga shartnoma berishadi. Siz bankka borasiz, o'zingiz familiyangiz bo'yicha hisob raqam ochtirib, o'sha hisob raqamga shu ko'rsatilgan pullarni to'laysiz. Mabodo shu qurilayotgan qurilish vaqtida bitkazilmasa yoki qurilish to'xtab qolsa, arizani yozib, borib pulingizni qaytarib olsangiz bo'ladi va bank sizni pulingizga kafil bo'ladi. Comfort Plus, yopiq territoriya, kattagina zeleniy zona, detskiy plashatka, -2 qavat stoyanka. Pastda mana do'konlardan tashkil topar ekan, umumiy 3 ta blok bo'ladigan bo'lsa, o'rtasi 14 qavat, ikkita cheti 12 qavatdan. To'lov usullari ham menga juda ham yoqdi. Boshiga 130 million pul to'laysiz, oyma 7 milliondan uyog'iga to'lab yurar ekansiz. Shu bilan qarabsizki, bitta kvartirali bo'lib qolasiz. Yashnobod tumani. Yonimizda So'rklet. Metro bekati 2 minutlik yo'l ekan. Kelib bemalol uyog'ini xodimlardan ma'lumot olib, shu Novostroykadan xarid qilsangiz bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'yib, kvartira olaman degan yaqiningizga shu videoni yuborib qo'ying.